Bak. Pek çıraylık güzel oturup Slavka. Qandaqimiz bizning hech o'lpalik emas Davyanka. Vay tek hiç kelmedim ola. Ha deyma. Mening turmushdan faqat ta'lim yo'q. Voyjon, bo'ldilar. Hey bo'ldi, ko'ngilsiz gaplarni qilishmayli bo'ldi ya. Haras, Ha? sen Yangnaqshangning ko'rinishini olma deyotganding, qachon olsa? 15-sa ertaga deyishdiq, ertaga. Ha. Bugungi deyman 15-sila degan. 15-sa bugunmi? Bugun. Ola. Vay. Vay. Ha bolonla xan kaç bolonla. Ma aptap konuşup pişamaymiz biz. Bo'ldi, hozir boraylik. Mana. Bolonla çaqqan. Ma'qul, Qo'shib ma'qul. shamaymiz deydi-ku. Alda kedim başta buldu ya. Ya siz bu birimni qiliyvermay ana qo'ying. Ayda. Ha keldinglar? Tetish oldi ya. Yo'q, pek chiroyli bo'ldi ya. Tayyorlik qilaylikmi? Ya o'tirib choy bak quyman bu. Tayyorlik qilaylik. Aqan, bu kirpikli barang otda ko'p ketdi. Bu qo'pab ishlarni qilmaymanlar. Pişayvanның
Salam azizlar, men Keren Hamid'in hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Bu qitim nim bilan nomliq eng yeni çok usulliq naqsham orqali sizlar bilan yana bir qitim didorlashdim. Bu fursatda mushu intervyumizning mushu holatlar yo'q chiqish uchun alay javob chekkan bizning artistlarimizga, operator inalarimga va o'rin sharoit hozirlab bergan barcha azizlarimga, uningdan boshqa bizga alaydan iqtisodiy yordamda bo'lgan Xinjiang Güzel Chiroy shirkati, Mina doktor teri asrash mahsulotlarining Xinjiangdagi vakillaridan Maziya xonimga va Gulmira doktorga alayda rahmatimni aytaman. Rahmat sizlarga. Hem mushu fursatda o'zim izchil turda ishlatib kelayotgan Mina doktor teri asrash mahsulotlarini ma'osh terisiga alayda ko'ngil bo'ladigan Gulchiroy xonim qizlarimizga tavsiya qilaman.